yo'l qurilishi bilan shug'ullanadigan akalarimiz ko'p. 6 tonnalik katoklarimizni O'zbekistonga yetib keldi. Tonnalik katokimizdan boshlab tanishtirishni boshlaymiz. 86 kuchiga ega, quancha dvigateli bilan jihozlangan, orqa mostimizdagi 3,5 tonna nagruzka belgilangan, oldi mostimizdagi 2,5 tonna. Bu texnikamizning oldi barabanidagi vibratsiyasi 42 Hz tashkil qiladi. Texnikamizning salon qismini ko'rishingiz mumkin. Juda ham ixcham qilib ishlangan. Konditsioner, pechka, qo'shimcha ventilyatorimiz bor. Bu yoqdan boshqaruv richagimizda joylashtirilgan. Toshbaqa quyon rejimlari ham mavjud. Eng asosiysi ключ nabor, ya'ni zip komplektimiz ham yangi komplektda kelgan zavoddan to'g'ridan-to'g'ri. Navbatdagi texnikamizda XMG dan XS103G modelidagi одноvalsовый 10 tonnalik katokimiz. 92 ta ot kuchiga ega Shanxay dvigateli bilan jihozlangan. Orqa mostimizga nagruzkani 5,5 tonna qilib belgilashgan. Oldin mostimizda, ya'ni barabanimizga tushadigan nagruzka esa 4,5 tonnani tashkil qiladi. Oldi barabanimizda 36 Hz vibratsiyani tashkil qiladi. Texnikamizdan salon qismini ko'rishingiz mumkin. Konditsioneri bor, pechkamiz bor. Yo'da multimedia monitorimizni qisam qadashamizda kichkinagina monitorchamizda panel upravleniya bo'tdagi texnik ma'lumotlarni berib turadi. Ventilyatorimiz bor, boshqaruv richagimiz o'ng tarafda quyon tashbaqa rejimlari mavjud. Bu yoqdan mana sportimizning upravleniyasi va eng asosiysi akalar zip komplekt. Hamma texnikamizda zip komplekt bilan zavoddan to'g'ridan-to'g'ri yetib keladi. Eng so'nggi texnikamizda XMG dan XS143G modelidagi 14 tonnalik одноvalsовый katokimiz. 140 ta ot kuchiga ega Shanxay dvigateli bilan jihozlangan, Euro 3 standartlariga to'liq javob beradi. Texnikamizning orqa mostiga 7,5 tonna nagruzka belgilangan, oldi mostimizga esa oldi barabanimizga 6,5 tonna nagruzka, oldi barabanimizda 33 Hz quvvatgacha ishlab bera oladi. Bu texnikamizning saloni endi boshqa tema akalar. Juda ham keng. Shofyor uchun barcha qulaylik yaratilgan. Ko'rishingiz mumkin tabloni, bu yerda hamma texnik parametrlarini, texnik holatini uzatib turadi mashinani. Zip komplektimiz, bu texnikamizda ham bor, ko'rib olsizlar, mana. Plomba bilan keladi zavoddan. Hech qanaqa hech kim ochib ichidan eshitmasa yo'qolmaydi. Plomba bilan yetib keladi qo'limizgacha. Konditsioner, pechka, bu yerda qo'shimcha ventilyatorlarimiz bor, boshqaruv richagi, konditsionerimizning mana upravleniyasi pastdan hamma sharoiti bor. Buni kapoti, orqa kapoti upravleniyasi avtomatik bittagina knopka orqali ochilib yopiladi. Hozir sizlarga uni ham ko'rsatib ketamiz. Akalar, mana video obzorimizni ham tugatdik. Endi eng asosiysi narxiga keldik. Narxini aytishdan oldin bitta videoyimizga mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpisatsiya qilib qo'yinglar. Narxi $44,500, 14 tonnalik katokimiz. $36,000, 10 tonnalik katokimiz va $25,500 6,5 tonnalik XMG katokimiz. Bu texnikalarimizga mana ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafda katta servis sentrimiz bor. 2000 matachas 1 yil garantiya beramiz. Zapchastdan, servisidan umuman muammo bo'lmaydi. Texnikani agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastda telefon raqamini qoldiramiz. To'liq ma'lumotlarni yana ham olishingiz mumkin. Bu narxlar aytilish narxlar. Ofisga kelganingizda bir piyola choy ustida akalar narxini kelishtirib, zo'r narxlarda qilib beramiz.